Tafsiri Hilolda Hazrat rahimahulloh iymon namozdan, namoz iymondan degan gaplarni gapirganlar. Mana shuni ushlab olib, amal iymondan deyapti-ku mana deb ba'zi mutaassiblar Hazratni salafiylikda ayblayapti, harakat qilyapti. Ba'zilari boshqacha behurmatlik qilyapti. Lekin o'sha matnning oxirida kofir bo'lib qilish ehtimoli bor degan. Namoz o'qimagan odamni deb. Bu ehtimoli bor degani namoz o'qimagan odam kofir deganidan farq qiladi. O'sha ahli sunnaning gapi shu. Namoz iymonning asosi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom mo'min bilan kofirning o'rtasidagi farq tarki solat deganlar. Bu hadislar bor. Shundan kelib chiqib namozga qattiq targ'iblar, o'qimaganga qattiq tahdidlar qilingan. Hatto jazolangan, jazo qo'yilgan, ya'ni ta'zir berilgan. Shundan kelib chiqib namozga ya'ni bee'tibor bo'lishlikni musulmonning xulqi emas deyilgan. Qisqaroq qilib aytganda ajoyib bir mantiq matnini gapirishgan, nima deyishgan? Namoz o'qimagan odam kofir bo'lib qolmaydi-yu, lekin kofir odam namoz o'qimaydi. Namoz o'qimaslik fe'li kofirlarning fe'li. Endi uni e'tiqodini qozi hal qiladi.